Hammaga assalom do'stlar, sizlar bilan Bono Gamer va bugungi videorolikda men ikkita eng zo'r, eng mashhur qurol modlarimni obzor qilaman. Sizlar esa kommentariyaga qaysi biri yoqdi, o'shalarni yozib ketinglar. Yana kanalimga obuna bo'lib, like bosinglar. Xo'sh. Bu qurollar menimcha videomda ko'rgansizlar, eski chiqqan videolarimda. Va yana eng mashhur. Birinchisi Death Guns, ikkinchisi esa Modern Warfare. Xo'sh, endi sizlarga ko'rsatib chiqaman. Menga eng yoqadiganlari revolver ham yaxshi takoy. Sniper. Mana buni olamiz. Bu ham ikkita burov olibman. Granatalar. Keyin sразу mana ham olaveramiz. Hoppa. Xo'sh, birinchi bo'lib granata surukayotgan ishga tekshiramiz. Boom. Kiysa bo'ldi ekanda. Bironta maxluq ham jonzotlagan transportlab ketar ekan. Agar tiymasa kutib turish kerak ekan. Menimcha bundan ham shunaqa. Bu transportli ekan. Adashibman. Sniper bo'lishi kerak-da buning uchun. Bu keyingisi AK emas. Снайперская винтовка. Бум. 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 Такой revolver ham dahshatda, lekin uron qancha? 16 и 6 dan 14 gacha ekan. Drabash lekin ancha yaxshiroq deb o'ylayman mana. Hozirni takoy lekin. Dahshat lekin. Xo'sh, BFG'ning navbati keldi. Mana mabodamga otamiz. Bo'ldi. Va undan qurol qoldi. Ichida nechta patron bor? 3 ta. Uchalasi ham deydi. Endi kerak emas. Mana shu nomi nima? Anti-gravity. Короче, kan qadrim uchadigan moslama. Mana shu kreativda uchishga yordam beradi. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri deb qo'y. To'g'ri deb qo'y. To'g'ri deb qo'y deyapman. To'g'ri deb qo'y. BFG portlaydi. Boom. Hozir lekin chota bloklarni yo'q qilmayapti-yu. Mayli, keyingilarga o'tamiz. Hozir. Bunday o'taydi. Bolalar, menimcha buni ikkita qismga bo'lsam kerak. Birinchisi mana bu Techgunsni ko'rsataman, keyin Modern Warfare.
Shunga ikkala qismni ham maslahatim ko'ringlar. O ma'bi ham lekin zo'r narsa. Kim bronyadirlar-da, ma voyenniy. Yoki вообще ma'bni olsam ham bo'ladi. Защита. Ham 0 deymiz. Endi tepaga uchamiz iloji boricha. O'lib ketmasam bo'ldi. Mana shiftni bossam mana shunga uchamiz. Salom. Qayer bor? Scar ha? Da. Ketamiz. Короче, o'zim ham bilmayman nima qilayotganimni. Ketdi. Mavi ham dahshat qurol. Mavni olamiz. Mav yondiradiganni granatomyot. Mavni almashtiramiz. Dududududun. О. Hello. Ты кто такой? Yo'q. Yaxshi uron ketkizay ekan. Oddiy bir pistoletda. 3 ta patron. Bandit. Пока. Hammasini bir xil qurolmi? Bunisi вообще quroli yo'q. Qurolli ham patroni yo'q. O'qdan yetmadi ham afsuski. F90 lekin uncha maslahat bermayman nima. Qachon mamni endi olgan yaxshi. Bum. Oy chiqyapti bilgan hozir moblar paydo bo'ladi. Shunaqami? Assalomu alaykum. Sizda qanaqa qurol? Qurolingizni berib turing-da. Yomon. Orqadan. Böyle bir yomonlik. Granata. Nimalarim bor? Mablarim bor. AUG mana bu pulemyot, огнемет. Va kim защитdan olamiz. Kim vizion tugatsak ham bo'ladi. Keyin bolalar ikkinchi qismini ham kutinglar. Ikkinchi qism bundan ham qiziq bo'ladi desam ham bo'ladi. Chunki bu yerda MK153 bor, dravovik bor. Ma'lum qurol. Mana sizlarga spoiler. Такой qurollik. Joyiga qo'yamiz. Qani kim urushadi men bilan birga bir. Kelinglar birga bir. Ovqatim.
Mayli, hozircha aytmang. Aytmang. Endi rol bilan ishlayapsan вообще. Bu dробовик manga. Dробовик.